Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Pensiya to'lash tartibidagi o'zgarishlar kimga ta'sir qiladi? Kim nimalarni oldindan tekshirishi kerak va oddiy xatolik sababli pensiya kechikib qolmasligi uchun hozir nima qilish lozim? Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, qarindoshlari, vasiylari, chet elga chiqib ketgan fuqarolar, bank kartasi orqali pensiya olayotganlar va naqd pul kutayotganlar uchun ham kerak. Iltimos, hoziroq kanaliga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday yangiliklarni vaqtida bilish ko'p odamni ovora bo'lishdan saqlaydi. Men avvalo masalaning ildizini oddiy tilda tushuntirib beraman. Pensiya tizimida asosiy maqsad bitta: pul haqiqiy pensionerga o'z vaqtida va to'g'ri miqdorda yetib borishi kerak. Ilgari ko'p holatlarda pensiya to'lovi an'anaviy tartibda yurardi. Kimdir naqd pul shaklida olardi, kimdir bank kartasiga olardi, kimdir ishonchnoma orqali qarindoshi yordamida olardi. Lekin amaliyotda bir nechta muammo ko'p uchray boshladi. Masalan, pensioner yashash manzilini o'zgartirgan, lekin bu haqda vaqtida xabar bermagan. Bank kartasining muddati tugagan, lekin yangilanmagan. Ishonchnoma muddati o'tib ketgan, ammo qarindoshi buni bilmagan. Ayrim holatlarda pensioner vaqtincha chet elga ketgan. Lekin to'lov davom etishi uchun talab qilinadigan tasdiqlar o'z vaqtida berilmagan. Endi tartibda asosiy urg'u nazorat, shaffoflik va ma'lumotlarni yangilab borishga qaratilmoqda. Ya'ni davlat organlari va banklarda pensiya oluvchining shaxsi, yashash holati, bank rekvizitlari, hujjatlari va to'lov usuli bo'yicha ma'lumotlarni aniqroq tekshiradi. Bu o'zgarishning sababi oddiy. Kimdir o'z pensiyasini vaqtida olishi kerak, lekin tizimda eski ma'lumot turgani uchun kechikish bo'lmasligi kerak. Shu bilan birga noqonuniy to'lovlar, adashib o'tkazilgan pullar yoki boshqa shaxslar tomonidan noto'g'ri foydalanish holatlari kamayishi kerak. Oldingi tartibda ko'p odamlar pensiyam har oy tushyapti, demak hammasi joyida deb yuraverardi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi yangilangan, lekin bankdagi ma'lumot eski qolgan. Pensiya jamg'armasida bir ma'lumot, bankda boshqa ma'lumot. Yashash joyi bo'yicha esa yana boshqa ma'lumot bo'lgan. Bunday vaziyatda bir kun kelib to'lov tekshiruvga tushadi va odam nega pensiyam kechikdi deb sarson bo'ladi. Hozirgi o'zgarishlarning mazmuni shundan iboratki, pensiya olish jarayonida ma'lumotlarning mosligi juda muhim bo'lib bormoqda. Pensionerning shaxsiy hujjati, bank hisobvarag'i, telefon raqami, yashash manzili va to'lov shakli yangilangan bo'lishi kerak. Agar pensioner pensiyani kartaga olayotgan bo'lsa, karta faol bo'lishi, muddati o'tmagan bo'lishi va aynan pensioner nomiga rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Agar pensiya ishonchnoma asosida olinayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati, shakli va undagi vakolatlar aniq bo'lishi shart. Bu yerda odamlar noto'g'ri tushunmasligi kerak. O'zgarish pensiya bekor qilinadi degani emas. Men buni alohida ta'kidlayman. Pensiya huquqi bor odamning pensiyasi o'z-o'zidan yo'qolib qolmaydi. Lekin hujjat, karta yoki tasdiqlash bilan bog'liq kamchilik bo'lsa, to'lov vaqticha to'xtab turishi yoki kechikishi mumkin. Farq katta, huquq saqlanadi. Ammo pulni olish uchun rasmiy tartibni to'g'ri bajarish kerak bo'ladi. Birinchi navbatda pensiyani bank kartasi orqali oladiganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, pensionerning kartasi 2025 yil fevral oyida tugagan bo'lsa, u oldin ham tushardi-ku deb kutib o'tirmaslik kerak. Bank kartasi muddati tugasa, pul hisobga kelishi mumkin, lekin undan foydalanish qiyinlashadi yoki ayrim holatda operatsiya cheklanadi. Shuning uchun karta muddati tugashidan oldin bankka murojaat qilib, yangi karta olish kerak. Agar pensiyaga o'zi bora olmasa, bankdan uyga xizmat ko'rsatish imkoniyati bormi? Ishonchnoma kerakmi? Vakil orqali rasmiylashtirish mumkinmi? Shuni oldindan so'rash kerak. Ikkinchi guruh, naqd pul shaklida pensiya oladiganlar. Ba'zi hududlarda odamlar hali ham naqd pulni qulay deb biladi. Lekin naqd pul to'lovida ham manzil va shaxsni tasdiqlash muhim. Agar pensioner boshqa mahallaga, boshqa tumanga yoki farzandnikiga ko'chib o'tgan bo'lsa, eski manzilda kutib o'tirish foydasiz. To'lovni yangi manzilga yo'naltirish uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli xizmat markaziga murojaat qilish kerak. Men vaqtincha keldim, keyin qaytaman degan holatlarda ham aniq ma'lumot berish zarur. Chunki tizim odamning qayerda pensiya olayotganini bilishi kerak. Uchinchi guruh, ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Bu juda nozik masala. Masalan, ona yoshi katta, o'zi yurishga qiynaladi, pensiyasini o'g'li olib beradi.
Agar ishonchnoma 6 oyga berilgan bo'lsa va muddati tugagan bo'lsa, o'g'il bankka borganda pulni ola olmasligi tabiiy. Bu bankning yomonligi emas, bu hujjat tartibi. Ishonchnomada pensiya olish, bank hisob varag'idan pul yechish, hujjat topshirish, ariza yozish kabi vakolatlar aniq ko'rsatilgani yaxshi. Chunki umumiy gaplar bilan yozilgan ishonchnoma hamma joyda yetarli bo'lmasligi mumkin. 4-guruh chet elga chiqib ketgan pensionerlar. Masalan, bir kishi Rossiyaga, Qozog'istonga, Turkiyaga yoki boshqa davlatga farzandlarinikiga vaqtincha ketgan. U pensiya olish huquqiga ega, lekin uzoq muddat chetda bo'lsa, uning tiriklik holati, yashash manzili yoki hisob ma'lumotlari bo'yicha qo'shimcha tasdiqlar so'ralishi mumkin. Bunday vaziyatda konsullik, notarial tasdiq, elektron xizmatlar yoki vakil orqali murojaat qilish tartibini oldindan bilib olish kerak. Eng katta xato shuki, odam chet elga ketadi, telefon raqami o'zgaradi, karta muddati tugaydi. Keyin 5-6 oy o'tib nega pul tushmayapti deb qarindoshlariga qo'ng'iroq qiladi. Bunday vaziyatni oldindan olish mumkin. 5-guruh nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladiganlar. Bu toifadagi to'lovlarda hujjatlar, muddatlar va qayta ko'rik masalalari juda muhim. Masalan, nogironlik muddati belgilangan bo'lsa va tibbiy ko'rikdan o'tish sanasi kelgan bo'lsa, bu sanani o'tkazib yuborish to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida esa o'qiyotgan farzandning ta'lim muassasasidan ma'lumotnomasi, yosh chegarasi, kunduzgi ta'lim shakli kabi talablar bo'lishi mumkin. Demak, har bir toifa o'z hujjatini vaqtida yangilashi kerak. Keling, birinchi misolni olaylik. Otaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Pensiyasi bank kartasiga tushadi. Kartaning muddati mart oyida tugagan. Lekin otaxon buni sezmagan. Aprel oyida pul tushdi. Lekin karta orqali yecha olmadi. Bankka borsa yangi karta chiqarish kerakligi aytiladi. Agar otaxon oldindan yanvar yoki fevral oyida bankka murojaat qilganida, aprel oyida muammo bo'lmasdi. Demak, bu yerda pensiya bekor bo'lgani yo'q, faqat to'lovdan foydalanish vositasi muammo qilgan. Ikkinchi misol. Onaxon pensiyasini qizi orqali oladi. Qizi qo'lida ishonchnoma bor deb o'ylaydi. Bankka boradi. Lekin ishonchnoma muddati 10 kun oldin tugagan bo'ladi. Natijada pulni ola olmaydi. Keyin yana notariusga borish, onaxonning roziligini rasmiylashtirish, yangi hujjat olish kerak bo'ladi. Agar oila ishonchnoma muddatini kalendarga yozib qo'yganida bu ovora bo'lish bo'lmasdi. Men har doim aytaman, pensiya bilan bog'liq hujjatlarda muddat eng muhim nuqta. 3-misol. Pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chib o'tdi. Eski mahallada ro'yxatda turardi, lekin amalda farzandinikida yashayapti. Pensiya naqd shaklda keladi. To'lovchi xodim eski manzilga boradi, odam yo'q. Keyin pensiya kechikadi. Pensioner esa nega olib kelishmadi dedi. Sabab oddiy, tizimga yangi manzil kiritilmagan. Bunday holatda yangi yashash joyi bo'yicha murojaat qilib, to'lov manzilini o'zgartirish kerak. 4-misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan 19 yoshli talaba bor. U kollej yoki universitetda kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ma'lum shartlar asosida to'lov davom etishi mumkin. Lekin ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma vaqtida berilmasa yoki o'qish shakli o'zgarsa, masalan, sidqi ta'limga o'tsa, bu pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Bu yerda ham asosiy gap hujjatda kim o'qiyapti, qayerda o'qiyapti, qaysi shaklda o'qiyapti, muddati qancha. 5-misol. Nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaroning tibbiy xulosasi ma'lum muddatga berilgan. Qayta ko'rik sanasi 1 iyun. U esa keyinroq borarman deb 20 iyungacha yuradi. Shu orada to'lov bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Chunki tizim uchun asos bo'lgan hujjat yangilanmagan. Agar fuqaro belgilangan sanada tibbiy ko'rikdan o'tib, ma'lumotni vaqtida rasmiylashtirsa, to'lovda uzilish bo'lmasligi ehtimoli yuqori bo'ladi. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pensiya aynan sizning nomingizdagi hisobga tushayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa va siz pensiyani o'zingiz muntazam olayotgan bo'lsangiz, ortiqcha vahimaga tushish kerak emas. Men buni ataylab aytyapman. Chunki har bir yangilik chiqqanda odamlar orasida turli mish-mishlar ko'payadi. Endi hammaning pensiyasi ushlab qolinar ekan, endi faqat kartaga berilar ekan, endi qarindosh olib bera olmas ekan kabi gaplarni eshitishingiz mumkin. Bunday gaplarga darhol ishonmang. Har doim rasmiy manbadan tekshiring, pensiya jamg'armasi bo'limidan so'rang, bankdan aniq javob oling. Lekin men xavotir olmayman degani
hech narsani tekshirmayman degani emas. Hech bo'lmaganda 3 narsani tekshirish kerak. Shaxsiy hujjat muddati va ma'lumotlari, bank kartasi muddati, pensiya to'lov usuli. Shu 3 ta narsa joyida bo'lsa, ko'p muammolarning oldi olinadi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, pensioner kasalxonada bo'lsa yoki uydan chiqa olmasa nima bo'ladi? Bunday holatda yaqinlari u o'zi bora olmaydi. Demak, pensiya qolib ketadi deb o'ylamasligi kerak. Amalda vakil orqali murojaat qilish, ishonchnoma rasmiylashtirish, ayrim xizmatlarni joyiga borib ko'rsatish yoki tegishli organlarga ariza bilan chiqish imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Muhimi, vaziyatni yashirib o'tirmaslik. Agar odam yotib qolgan bo'lsa, qarindoshlar hujjatlarni tartibga solishi kerak. Ikkinchi nozik masala telefon raqami. Hozir ko'p xizmatlarda SMS xabar, bank tasdiqlari, ilova orqali kirish, kod yuborish kabi jarayonlar bor. Pensionerning telefon raqami farzandining nomida bo'lishi, yo'qolgan bo'lishi yoki ishlamay qolgan bo'lishi mumkin. Bu ham muammo chiqaradi. Men tavsiya qilaman, pensiya olayotgan odamning asosiy telefon raqami faol bo'lsin. Oilada kamida bir kishi bu raqam qayerda ishlatilganini bilsin. Bank va rasmiy xizmatlarda raqam yangilangan bo'lsin. Uchinchi nozik masala bank kartasini boshqa berib qo'yish. Ko'p oilalarda pensioner kartasini farzandiga beradi. PIN kodni ham aytadi. Hayotiy tomondan bu tushunarli, lekin huquqiy va moliyaviy tomondan ehtiyot bo'lish kerak. Karta pensioner nomida, pul pensionerniki. Agar karta yo'qolsa, pul yechib olinsa yoki oilaviy kelishmovchilik bo'lsa, keyin isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun yaxshisi hammasi rasmiy bo'lsin. Agar boshqa odam yordam berayotgan bo'lsa, ishonchnoma yoki bankning ruxsat etilgan tartibi bilan harakat qilsin. To'rtinchi nozik masala ortiqcha to'lov. Ba'zi odamga ma'lum sabab bilan ortiqcha pul o'tib ketishi mumkin. Masalan, hujjatdagi o'zgarish vaqtida kiritilmagan. Pensiya turi o'zgargan, nogironlik muddati tugagan, lekin to'lov davom etgan. Keyin bu pul qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, agar siz odatdagidan ko'proq pul tushganini ko'rsangiz, darhol sababini aniqlang. Tushdimi, demak meniki deblab yuborish keyinchalik qarzdorlikka olib kelishi mumkin. 5-chi nozik masala vafot etgan pensionerning pensiyasi. Bu juda og'ir, lekin amaliy jihatdan muhim mavzu. Agar pensioner vafot etsa, qarindoshlar buni tegishli organlarga rasmiy tartibda bildirishi kerak. Vafotdan keyin noto'g'ri ravishda pul yechib olish katta muammo tug'diradi. Ayrim hollarda dafn puli, olinmay qolgan pensiya yoki meros bilan bog'liq alohida tartib bo'lishi mumkin. Buni bankdan yoki pensiya jamg'armasidan aniq so'rab, qonuniy yo'l bilan hal qilish kerak. Men tajribamda ko'p uchratadigan birinchi xato, qo'shnim shunday qilgan ekan, men ham shunday qilaman deyish. Pensiya masalasida har bir odamning holati boshqacha. Kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi. Kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Kimdir kartaga oladi, kimdir naqd oladi. Kimdir o'zi oladi, kimdir vakil orqali oladi. Shuning uchun qo'shnining javobi sizga to'liq mos kelmasligi mumkin. Ikkinchi xato, hujjatning nusxasi bor, asli shart emas deb o'ylash. Ba'zi jarayonlarda nusxa yetarli bo'lishi mumkin, ba'zilarida asli hujjat talab qilinadi. Pasport yoki ID karta, bank rekvizitlari, ishonchnoma, tibbiy xulosa, ta'lim ma'lumotnomasi kabi hujjatlarda rasmiylik juda muhim. Uchinchi xato, kech murojaat qilish. Odam pensiya tushmaganini ko'radi, 10 kun kutadi, keyin yana kutadi, keyin 1 oy o'tib boradi. To'g'risi, odatdagi to'lov sanasidan sezilarli kechikish bo'lsa, darhol aniqlashtirish kerak. Bankka qo'ng'iroq qiling, pensiya jamg'armasiga boring, mahalla yoki xizmat markazidan yo'l yo'riq oling. Kechikkan sari sababni aniqlash ham cho'ziladi. 4-chi xato, ariza yozmaslik. Ko'p odam og'zaki aytib ketadi. Manzilim o'zgardi, kartam almashtirildi, qizim olib beradi. Lekin pensiya masalasida rasmiy ariza va hujjat muhim. Og'zaki gap keyin isbot bo'lmaydi. Ariza topshirsangiz, qabul qilingan sanani, raqamini yoki tasdiqlovchi belgini saqlab qo'ying. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport va ID karta ma'lumotlari to'g'rimi? Familiya, ism, tug'ilgan sana, shir, yashash manzili mosmi? Shuni ko'ring. Agar hujjat yangilangan bo'lsa, bankdagi va pensiya tizimidagi ma'lumot ham yangilanganiga ishonch hosil qiling. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning old tomonida amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Agar muddati yaqinlashgan bo'lsa, oxirgi oyga qoldirmang. Bankka
boring yoki bankning aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling. Yangi karta chiqarish muddati, eski kartadagi hisob, pensiya kiradigan rekvizit o'zgaradimi yoki yo'qmi? Bularni aniqlang. Agar yangi karta bilan hisob raqami o'zgarsa, bu ma'lumotni pensiya to'loviga bog'lash kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, to'lov usulingizni aniqlang. Siz pensiyani kartaga olyapsizmi, naqd olyapsizmi? Pochta yoki boshqa xizmat orqali olyapsizmi, vakil orqali olyapsizmi? Har bir usulning o'z talabi bor. Agar kartaga o'tmoqchi bo'lsangiz, bankda hisob ochish, karta olish va pensiya to'lovini shu hisobga yo'naltirish bo'yicha ariza berish kerak bo'ladi. Agar naqd olishni davom ettirmoqchi bo'lsangiz, manzilingiz aniq bo'lishi kerak. 4-qadam, ishonchnomalarni tartibga soling. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, notariusdan ishonchnoma rasmiylashtirish masalasini ko'ring. Ishonchnomada vakilning pasport ma'lumotlari, pensionerning ma'lumotlari, aniq vakolatlar va muddat ko'rsatilgan bo'lsin. Men hamma ishlarni qilishga degan umumiy iboraga tayanib qolmaslikni maslahat beraman. Pensiya olish, bankdan pul yechish, ariza topshirish, ma'lumotnoma olish kabi vakolatlarni aniq yozdiring. 5-qadam. Agar chet elda bo'lsangiz, oldindan tayyorgarlik qiling. Chetga chiqishdan oldin kartaning muddati, telefon raqami, bank ilovasiga kirish imkoniyati, vakil uchun hujjat, konsullik orqali tasdiqlash zarurat kabi masalalarni aniqlang. Agar uzoq muddat qolmoqchi bo'lsangiz, pensiya jamg'armasidan sizning holatingizda qanday hujjat talab qilinishini so'rang. Har bir davlatdagi vaziyat har xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun birov aytdi degan gap bilan cheklanmaslik kerak. 6-qadam. Barcha hujjatlarning nusxasini tartib bilan saqlang. Pasport yoki ID karta nusxasi, bank rekvizitlari, karta ma'lumotlari, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot, ishonchnoma, tibbiy xulosa, ta'lim ma'lumotnomasi, arizalar nusxasi alohida papkada tursin. Oilada kamida bir ishonchli odam bu papka qayerda ekanini bilsin. Bu ayniqsa yoshi katta ota-onalar uchun juda muhim. Agar pensiya tushmasa yoki kechiksa, birinchi navbatda pul qayerda to'xtaganini aniqlash kerak. Bank kartasiga tushish kerak bo'lsa, bankdan hisobga pul kelmaganini so'rang. Agar bank pul kelmagan desa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar bank pul kelgan, lekin karta muammosi bor desa, masala bankda hal qilindi dedi. Mana shu farqni tushunish juda muhim. Pensiya jamg'armasiga borganda shaxsiy hujjat, pensiya bo'yicha ma'lumotlar, bank rekvizitlari, ariza va kerak bo'lsa qo'shimcha hujjatlarni olib boring. Agar vakil bo'lsa, ishonchnoma va o'zining shaxsiy hujjati ham bo'lishi kerak. Arizada muammoni aniq yozing. Falon oy uchun pensiya to'lovi tushmadi. To'lov usulini o'zgartirishni so'rayman. Bank rekvizitlarini yangilashni so'rayman. Yashash manzilim o'zgargani sababli to'lovni yangi manzilga yo'naltirishni so'rayman. Ariza qanchalik aniq bo'lsa, javob ham shunchalik aniq bo'ladi. Agar siz elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, rasmiy portal yoki tegishli idoralarning onlayn xizmatlarini tekshiring. Lekin yoshi katta odamlar uchun eng qulay yo'l ko'pincha farzandlari bilan birga borib, hujjatlarni joyida aniqlashtirishdir. Men buni noto'g'ri demayman. Muhimi, yordam berayotgan farzand hammasini qonuniy va rasmiy yo'l bilan qilsin. Yana bir muhim maslahat, murojaat qilganingizda sana va javobni yozib boring. Masalan, 12 aprel kuni bankka bordim, karta yangilash kerak deyishdi. 4 aprel kuni pensiya jamg'armasiga ariza topshirdim. Ariza raqami falon. Bu oddiy daftar bo'lsa ham yetadi. Keyinchalik masala cho'zilsa, sizda aniq ishchilik bo'ladi. Bu tartiblarning foydali tomoni shuki, pensiya tizimi aniqroq ishlaydi. Pul haqiqiy egasiga boradi, eski ma'lumotlar kamayadi, ortiqcha yoki noto'g'ri to'lovlar oldi olinadi. Lekin ehtiyot tomoni ham bor. Agar odamlar hujjatlarni yangilamasa, karta muddatini tekshirmasa, ishonchnoma muddatini unutsa, muammo ko'payadi. Shuning uchun men bu videoda vahima emas, tayyorgarlik haqida gapiryapman. Oddiy qo'yda shunday: pensiya sizning huquqingiz, lekin uni olish tartibiga beparvo bo'lish mumkin emas. Har oy keladigan pul oilaning dori-darmoni, oziq-ovqati, kommunal to'lovi, kundalik xarajatlar uchun kerak. Bir oylik kechikish ham yoshi katta odamga og'ir tushadi. Shuning uchun bugun 30 daqiqa vaqt ajratib hujjatlarni tekshirish ertaga bir oy sarson bo'lishdan yaxshiroq. Men aytgan eng muhim xulosa shuki, pensiya to'lash tartibidagi o'zgarishlar avvalo ma'lumotlarning to'g'riligi, to'lov usulining aniqligi, bank kartasi va hujjatlarning amal qilish muddati bilan bog'liq. Kimning hujjati joyida,
kartasi faol, manzili aniq, ishonchnomasi to'g'ri bo'lsa, u ortiqcha xavotirga tushmasligi kerak. Lekin kimning kartasi muddati tugagan, manzili o'zgargan, chet elda yurgan, vakil orqali pensiya olayotgan yoki maxsus hujjatlar bilan pensiya olayotgan bo'lsa, hoziroq tekshirish kerak. Iltimos bu ma'lumotni ota-onangizga, buvingizga, qo'shnilaringizga va pensiya olayotgan tanishlaringizga yetkazing. Izohlarda yozing. Siz pensiyani kartaga olasizmi yoki naqd shaklda olasizmi? Oxirgi vaqtda kechikish yoki hujjat bilan bog'liq muammo bo'ldimi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizga pensiya, nafaqa, hujjat, bank va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman.